Assalomu alaykum akalar. Bugun sizlar bilan tezkor aviya. Bugun Toshkentdan qo'yilgan reyslar haqida tushuntirib o'tamiz. Sizlar ungacha obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, Toshkentdan Istanbulga uni vaziratligi 2.9 million so'm chiqadi. Bez vaziratligi 2.5 million so'm chiqadi. Toshkentdan uchadigan vaqti ertalab 7:40 da, Istanbulga borib qo'nadigan vaqti 11:00 da borib qo'nadi. Toshkentdan Vladivostokka uni bagajligi 6.300.000 so'm chiqadi. Bez bagaji 5.800.000 so'm chiqadi. Toshkentdan uchadigan vaqti ertalab 7:00 da, Vladivostokka borib qo'nadigan vaqti 19:00 da borib qo'nadi. Toshkentdan Sankt-Peterburgga uni bagajligi 4.220.000 so'm chiqadi. Bez bagaji 3.930.000 so'm chiqadi. Toshkentdan uchadigan vaqti ertalab 8:35 da, Sankt-Peterburgga borib qo'nadigan vaqti 11:45 da borib qo'nadi. Toshkentdan Moskvaga Vnukovo aeroportiga uni bagajligi 3 million chiqadi. Bez bagaji 2.800.000 so'm chiqadi. Toshkentdan uchadigan vaqti ertalab 5:15 da, Vnukovoga borib qo'nadigan vaqti 7:35 da borib qo'nadi. Akalarimiz biletlarimiz arzonligida ulgurib olinglar, biletlar ko'tarilishda davom etyapti. Bizning manzilimiz Farg'ona shahar Tojmahal ro'parasida. Kimga qanaqa arzon aviabilet zarur bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Ekrandagi nomerlarga. Telegram, WhatsApplarimiz ham ishlayapti 24 soat. Masofamiz uzoq, siz Farg'onada ekansiz, biz boshqa joydamiz deganlar uchun masofadan turib aviabiletlarni rasmiylashtirib beraveramiz. Onlayn variantini Telegram yoki WhatsAppingizga tashlab beramiz. To'lovini Klik orqali qilasizlar. Akalar, sog' bo'linglar.